Demak, mavzuyimiz funksiya hosilasi bo'ladi. Funksiya hosilasi bu funksiyani limitlaridan kelib chiqqan ta'rifini beramiz. Keyin ta'rif yordamida misollar tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, bizda fx funksiya birorta x0 nuqtaning biror atrofida aniqlangan bo'lsin. Demak, fx funksiyani x0 nuqtadagi hosilasi deb shu nuqtadagi funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatining delta x yoki argument orttirmasi nolga intilgandagi limitiga aytiladi. Ya'ni argument orttirmasi bizda delta x0, funksiya orttirmasi esa delta y. Delta y degani bu funksiyaning x0 plus delta x nuqtadagi qiymatidan x0 nuqtadagi qiymatining ayirmasi. Argument orttirmasi esa o'sha delta x ni o'zi. Shu nisbatni delta x nolga intilgandagi limiti chekli son bo'ladigan bo'lsa, mavjud va chekli bo'lsa, shu son fx funksiyaning x0 nuqtadagi hosilasi deb ataladi. Va hosila belgisi mana shunaqa f' x0 orqali belgilanadi. Yoki ba'zan funksiya endi f bilan emas, y bilan beriladigan bo'lsa, y' x0 bilan ham yoki ba'zan y' bu chiziqcha bilan past tomonida x barobar x0 indeksida x barobar x0 yordamida ham belgilanishi mumkin. Mana bunga oddiy bitta misol tushuntirib beraman. Masalan aytaylik, fx sifatida birinchi misol bo'ladi bu. Xo'p, fx sifatida olaylik x ning kvadratini. Masalan, eng oddiy misollardan boshlaymiz. X ning kvadrati. Shu funksiyani umuman ixtiyoriy nuqtadagi hosilasi qanaqa bo'lishini tekshirib ko'ramiz. Endi bizda funksiya orttirmasi kerak. Funksiya orttirmasi qanaqa? Delta y deganimiz bizda delta y bu barobar f. Demak, bizda x plus delta x. X ni o'zini qoldiryapman. x0 nuqtada emasdan. Sababi, xo'p, ixtiyoriy nuqtadagisini tekshirmoqchimiz. F x ni o'zi, mana ayirmasi. Endi birinchidan f x plus delta x ni o'rnida biz nimani qo'yamiz? Yuqoridagi funksiyaga olib borib qo'yamiz, ya'ni x plus delta x ni kvadrati bo'ladi. Sababi funksiyada x ni o'rniga endi bizda x plus delta x kelayotgani uchun. Keyin minus, keyingisi esa o'z-o'zidan fx ni o'zi, bu faqatgina x ning kvadratiga teng. Mana x ning kvadrati. Barobar qavslarni ochib soddalashtirishga harakat qilamiz. Soddalashtiradigan bo'lsak, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra qavsni ochsak a kvadrat plus 2ab degan formulaga ko'ra plus 2x va delta x, ya'ni a ni o'rnida bizda x kelyapti, b ni o'rnida delta x kelyapti va plus delta x ning kvadrati. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat va minus oxirida demak x ning kvadrati bor. Va endi biz qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda x ning kvadrati bilan x ning kvadrati ayrilib ketadi. Va bizda qoladigan ifoda faqatgina 2x delta x qoldi. Plus delta x ning kvadrati qoldi. Delta x ning kvadrati. Demak, funksiya orttirmasini topib oldik. Endi hosilani mana limit yordamida ta'rif bo'yicha hisoblab ko'ramiz. Demak, delta x nolga intilganda yuqorida delta y bo'lishi kerak edi. Makrajda esa delta x bo'lishi kerak edi. Barobar
Xo'p, limit demak delta x nolga intilganda kasr chizig'i yuqorida 2x delta x plus delta x ning kvadrati deb mahrajda esa yana delta x yozamiz. Endi ko'rinib turibdi, yuqorida umumiy ko'paytuvchi delta x ni qavsdan tashqariga chiqazib, keyin mahrajdagi delta x bilan qisqartiradigan bo'lsak, bizda quyidagicha tenglik hosil bo'lib qoladi. Ya'ni limit x intilganda 0 ga, delta x intilganda 0 ga. Xo'p, bizda qoladigan ifoda nima qoldi? Faqatgina qisqarib ketadigan bo'lsa 2x qoladi. Birinchi qismida, ikkinchi qismida esa faqat delta x ni o'zi qoladi, delta x. Undan keyin delta x ni o'rniga 0 ni qo'ysak bo'ladi, chunki 0 ga intilganda deyapmiz. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda nima qoldi? Faqatgina 2x degan ifoda qoladi. Demak, biz natija sifatida 2x ga ega bo'lib qoldik. Endi x chekli son bo'lsa, albatta ixtiyoriy nuqta deb olyapmiz. Ixtiyoriy bo'lganda ham chekli tanlab olamiz. O'sha nuqtadagi hosilasi 2x ga teng ekan. Va shunda biz yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, bunaqa qilib, ya'ni x kvadratdan yoki mana boshqa rang bilan yozib qo'yaman alohida ajralib turish uchun. Xo'p, x kvadratdan hosila belgisini aytdim, boya shtrix yuqorisiga shtrix belgisi bilan yoziladi. Barobar 2x ga teng ekan. Endi qaysidir nuqtasini tayin bersa, shu x ni o'rniga o'sha nuqtani qo'yib qo'yish yetarli. Endi yana ba'zi qiyinroq bo'lgan misollarga o'tamiz. Mana bu yerda salgina boshqacharoq misollar, ya'ni fx funksiyani umuman x0 nuqtasi ham berilgan. Shu nuqtadagi hosilasini tarif yordamida topishimiz kerak. Demak, birinchi misolga e'tibor beramiz. -8 nuqtadagi funksiyani hosilasi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, limitga o'tamiz. Funksiya orttirmasi x0 plus delta x minus x0 mana taqsim delta x barobar bo'ladi, yana limit turadi. Endi bunda qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra a kub minus b kubni berish uchun surat va mahrajini a kvadrat plus ab plus b kvadratga ko'paytirib yuborilgan. Surat va mahraji. Shunda o'sha a kvadrat plus ab mana plus b kvadrat mana bu bo'ladi. Va o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, suratida mana bu ko'p ildizlar qisqarib ketadi, chunki a kub minus b kubni berganidan va quyidagicha tenglik hosil bo'lib qoladi. Va buni soddalashtiradigan bo'lsak, suratida -8 plus 8 bor, qisqarib ketadi. Faqat delta x, mahrajdagi delta x bilan qisqarib ketsa, faqat suratida 1 qoladi. Mahrajda esa faqat mana bu qavs ichidagi ifoda qoladi. Endi shu yerda delta x ni o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, xo'p, demak, mana bu qismi qisqarib ketib, -8 ning kvadratidan kub ildiz olamiz. -8 kvadrati bilamiz 64. 64 dan kub ildiz chiqarsak, bu 4 chiqadi, chunki 4 ning kubi 64. Xuddi shunga o'xshash bunda ham -8 ning o'zidan -2 chiqadi. Bu bilan ko'paytirsak, -2 bilan 4, 4 ga 4 ni qo'shsak 8, yana 4 ni qo'shsak 12. Demak, 1 taqsim 12 ga teng ekan. Kub ildiz ostida x ning -8 nuqtadagi hosilasi. Keyingisi esa tangens ax funksiyaning umuman ixtiyoriy x nuqtadagi hosilasi topilgan. Qanaqa topiladi? Demak, yana limitga o'tamiz. Tangens ax ga o'tyapmiz. Tangens ax ga tangens ax plus a delta x, ya'ni x ni o'rniga biz x plus delta x qo'ydik. Minus x0 qiymati esa tangens ax ni o'zi taqsim delta x ga bo'lamiz. Endi
bu yerda biz tangens funksiyani sinus va kosinuslar orqali ifodalasak bo'ladi. Xo'p, tangenslar ayirmasi formulasidan foydalanib, demak, bu ifodani sinus ax taqsim kosinus ax plus delta x ko'paytirilgan kosinus ax ko'rinishida yoyib yuborish mumkin. Shunda bizda faqat sinus ax delta x taqsim delta xni bitta limit, qolganini bitta limit qilib yozib olingan. Sababi mana bu sinus a delta x taqsim delta x bu ajoyib limitlariga ko'ra faqat a ni o'zini beradi. Chunki sinus kx taqsim x ning x nolga intilgandagi limiti k ga tengaydi. Shuni hisobidan bu qoldi. Ikkinchi holatda esa delta x ni o'rniga 0 beradigan bo'lsak, bizda kosinus ax dan ikkita bo'lib qoladi. Shuning uchun kvadrati. Barobar endi mana oldidagi ani suratiga chiqarib yozib qo'yish mumkin. Shu bilan tugaydi bu. Bu demak tangens ax ning ixtiyoriy x nuqtadagi hosilasi mana shu holatda topilar ekan.